onang bo'lsa poylarini tavof etgan, otang bo'lsa qilib xizmat savob etgan. Xokisor bo'l ikkisining dargohida, ne desalar labbay deya javob etgan. Endi onang yosh bo'lmaydi, qariveradi, balki butkul sog' bo'lmaydi, og'riveradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Jonlaringiz sog'mi? Keling onajon, hojibobojonlardan turib oling. Shukrona ayyomlaringiz muborak bo'lsin onajon. Xudo xolasa mana shu xonadonlaringizga mehmon bo'lishimizning sababchisi bor-da. Musofir yurtlarda yurib bir chiroyli niyatlar bilan mening bugun onajonimni, farishtamni Shukrona ayyomlari munosabati bilan bir ajoyib jannatim onam nomli gullarni tayyorlating akajon deb shu Mavjon akamiz bizni mana shu xonadoningizga mehmon bo'lishimizga sababchi bo'ldilar. Qolaversa mana shu jannatim onam gullarni siz uchun maxsus tayyorlatib bir chiroyli so'zlar bilan birgalikda aytib qo'yishimizni aytdilarki, onajonimizni biz juda ham yaxshi ko'ramiz. Dunyodagi eng aziz inson, mehribonim, jannatim, farishtam ko'ramiz. Onajonimizni dunyolarga alishmaymiz. Balkim boshqalarda onajoni o'zi uchun azizdir, qadrlidir. Lekin mening onajonim dunyoda yagona, qadrdon, mehribon inson bu mening onajonim bo'ladi akajon deb shunday ajoyib jannatim onam gullarni siz uchun bitta chiroyli qarsaylaringiz bilan albatta topshirib qo'ysak marhamat onajon. Siz uchun o'g'lingizni nomidan qabul qilasiz Mavjon akamiz. Qolaversa yana bir chiroyli so'zlarni aytdilarki, gullar bilan birgalikda onajon sizga bir quchoq gul jo'natdim. Tomirida baraka, bo'tog'ida iymon, novdasida hurmat, iforida jannat ila shunaqangi ajoyib jannatim onam nomli gullar siz uchun maxsus bo'ldi onajon. Qolaversa yana bitta chiroyli she'rni ham yozib qoldilarki, albatta shu she'rimni onajonim uchun o'qib bering deb iltimos qildilar. Onajon deb yig'lamagan yurak emas. Gar onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun, o'zi yemay dedi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni onam uchun, jannatlardan o'zga tilak emas. Gar onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka Madinaga o'zim olib boray, yuragimga Alloh nomin solib boray. Onajonim uchun, otajonim uchun men borimni fido qilay. Yulduz oysiz falak emas. Gar otamsiz, onamsiz kirsam jannat kerak emas dedi onajon. Yana bir bor shukrona ayyomlaringiz muborak bo'lsin onajon. Doimo xonadonlaringiz har doim shunday fayzli, barokatli, doimo quvonchli bo'lsin-da onajon. Qolaversa hoji aka siz uchun ham maxsus mana shu qabatullohni makka tashkilotgan nabotlarni o'g'lingizning nomidan bitta biroz qarsaylaringizni albatta topshirib qo'ysak-ku, har safarlarni chiroyli niyat qilib inshaalloh kelgusi safarlari dadajonim, onajonimni birgalikda hojona qilaman deb chiroyli niyatlar bilan qabatullohni sizlar uchun tayyorlagan. Allohu akbar. Rahmat, marhamat siz uchun mana shu ham o'g'lingizning nomidan. O'g'lingiz yana bir chiroyli so'zlarni ham aytdilarki, siz haqingizda to'g'ri, dadajonim milliarderlar orasida emasdi. Lekin biz yoshlikdan ko'chaga oyoq kiyimsiz chiqmadik-da. Tunlarni och qorinda uxlab o'tkazmadik. Bizni mana shu darajaga yetkazib qo'ygan inson, dunyodagi eng ulug' inson mening qadrdonim, davlatim, otajonim bo'ladilar. Baxtimizga doim sog'-omon bo'lsin. Dadajonim, onajonim birgalikda qo'sha qarisin. Xudo xolasa hojona bo'lsin deb chiroyli niyatlarni qildilar-da. Onajon, Xudo xolasa yana bitta chiroyli she'r sizlar uchun farzandlaringiz nomidan bizda deb g'amlar yetgan. O'z tinchini unutgan, mehriga qo'shib tutgan. Otam, onam boriga shukr, aslab ko'z qarog'ida, o'stirdi ardog'ida, hayotimning bog'ida. Onajonim boriga shukr, yuragim g'am bilmadi, ko'zlarim nam bilmadi. Birovdan hech kam qilmadi. Otajonim boriga shukr. Onam eng chiroyligim, otam bori boyligim, baxtim ham quvonchligim. Otam, onam boriga shukr deb yana bitta chiroyli shirinliklarni ham onajon sizga shukrona ayyomlaringiz munosabati bilan tayyorlatgan ekan.
shu o'g'lingiz nomidan qabul qilsin. Marhamat onajon. Mana qolaversa o'g'lingiz yana bitta chiroyli musofirliklarda yurib, siz uchun bitta chiroyli she'r tayyorlash kerak ekan. Albatta she'rimni onajonim uchun o'qib eshitishga iltimos qildilar. So'rab ahvoling. Borolmay kecharar qiynaydi vijdon, mana necha oyki bilmayman holing, musofir bolangni kechir onajon. Hayot tashvishi deb yugurdim, chopdim. Ming shukr barini berdi Xudojon, ammo na bulardan halovat topdim. Musofir bolangni kechir onajon. Hoji qila olmadim shu yoshga kirib. Hali his qilmading bunday hayajon, yashading har nedan baxtni qidirib. Musofir bolangni kechir onajon. Yelkamda Ka'bani tavof qilmading. Gunohim qalbingdan o'chir onajon, bir marta bo'lsa ham xafa bo'lmading. Musofir bolangni kechir onajon deb Shumarjon akamiz bugungi surprizlarni siz uchun maxsus tayyorlatgan ekan. Shu farzandlaringiz haqiga endi bitta chiroyli duolaringizni ayamaysizlar, ha? Marhamat. Duolari men uchun tumor. Do'st qidirib bo'lmayman xumor, menga hech kim bera olmas ozor. Chunki baxtimga ishongan tog'im, davlatim, otajonim bor dedilar. Marhamat. Farzandlarimizni hammasini o'z qononiga asrasin. Xudo sog' bo'lib, boy bo'lib, omon kelsin, topganlarini to'yib yursin, doimo o'ynar kulib yursin. Mana qolgan farzandlarni ham to'y tomosha qilib, shu yurtlardan sog' salomat qaytib kelib, yana yurtni o'zini yurtiga xizmat qilib, to'ylar qilsin, farzandlarni o'stirsin, voyaga yetkazsin, to'y tomoshalar qilib, to'y tomon yurgan yerda to'y bo'lsin. Ko'rganlari hech yomonlik ko'rmasin, dasturxonlari ochiq bo'lsin, do'stlari borib kelib bo'lsin. Xudoy Karim shularni o'z panohiga asrasin. Doimo yo'llari oq, yo'ldoshlari haq bo'lsin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilohim xonadonlaringiz farzandlar fayzli bo'lsin. Xudo xolasa yaxshi kunlaringizda kelib, rahmat. Yaxshi kunlaringizda hoji ota, hoji ona bo'lganlaringizdan kelib bir chiroyli surprizlar qilish nasib bo'lsa aylasin. Onajon, ana endi siz ham mana shu musofirda yurgan o'g'lingiz ko'rib turibdi-da, ikki og'iz tilagingiz doiz bo'lsa, marhamat. Undan oldin bitta chiroyli she'rimiz bor. Ruxsat bersangiz. Ona meni duo qiling, o'lgunimcha to'kilmay. Ona meni duo qiling, raqibimga yiqilmay. Ona meni duo qiling, pastga oshno qilmasin. Ochmi, to'qmi yurak mayli, nomardga kun qolmasin. Onajon marhamat, bitta chiroyli duo qiling marhamat. Rahmat. O'zaldagi farzandlarimizga, hammasiga, o'g'limga, Marifimga, sog' salomat bo'lsin, xudoliklarga, topganlarini to'ylab qilsin, to'y tomoshalar qilsin, boshlari toshlar, kelgan yo'li farzandlarimiz sog' salomat o'ynab kulib yurishsin. Xudo ko'kka qatoriga asrasin. Sog' salomat o'ynab kulib, qatoriga nima niyat qilganmasa niyatlariga yetib, sog' salomat vataniga sog' salomat Qaytib kelsin. To'qqalarim hamma to'y tomoshalar qilib, nima niyat qilganmasa niyatlariga Allohu akbar, rahmat, sog' bo'linglar. Ana endi oxirgi bitta chiroyli she'ri bor ekan akamizni, shu she'rni o'qib bersam-u yakunlasam, ruxsat bersalaring. Mening niyatim amalga oshsin. Armon bo'lib qolmasdan oldin o'zing buyuksan, bilaman ey Alloh, bo'lsin otajonim, hoji ota. O'zingdan o'zgasi bo'lmaydi panoh. Sabrimni sinama, sabrim sano. Orzularim armon qilma ey Alloh, bo'lsin onajonim, hoji ona. Yo'qchilikka chidagan ko'ngan otam, ne bo'lsa-da shukr ko'ngan onam, faqat o'zingga qoyil qolgan, bo'lsin otam, hoji ota. Yuragi og'risa bildirmay yurgan, dardini ichga yutib turgan, Allohga sajda qilib bilgan, bo'lsin onajonim, hoji ona deb chiroyli she'rlarni ham sizlar uchun maxsus tayyorlatib, yana dildagi so'zlarini aytdilarki, dadajonim, onajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Yuzlariga balkim ayta olmagandirman akajon. Shunday bo'lsa-da bir chiroyli tabriklar bilan meni so'zlarimni yetkazib qo'ying. Juda yaxshi ko'raman. Mening eng boyliklarim, davlatim, baxtim, dunyodagi eng aziz insonlarim onajonim, dadajonim bo'ladi. Meni yaxshi ko'rarlar, akam bor. Davlatim otam bor, davlatim otam bor. Mening mehribon
qaytadan shu xunoni chaling o'shal avjidan davrani kengroq oling qani qaytadan yayrab dildan yayrab baxtidan otam o'ynasin ey o'ynasin onam yayrab dildan yayrab baxtidan otam o'ynasin ey o'ynasin onam mehr ayamagan mehribonlarim davlatim savlatim eng katta baxtim otam o'ynasin ey o'ynasin onam davlatim